bir kam endi folbin yurishim qoluvdi dadasi. Yo'q, bormayman. Menga qara, sendan iltimos. Men ham 3 ta qizdan keyin o'g'il ko'rsam deyman. Dadasi, bu meni qo'limda emas-ku. Ha, bilaman. Shuning uchun ham folbinga boraylik, iltimos. Bir ko'rib bersin, bir marta xo'p degin. Bo'pti. Yaxshi. Unda ertaga boramiz. Men folbinga qo'ng'iroq qo'yaman. Rustam akani xotini shu ekanda. Qaynonasi firmada ishlaydi deganda. Beg'amligini qarang. Boy eri bor, nima g'ami bor? Hech ham Rustam akaga munosib emas. Siz o'g'il tug'asiz. 42 yoshingizda. Faqat uni otasi boshqa odam bo'ladi. Tavba, esini yeb qo'yibdi bu xotin dadasi. Nimalar deyapsiz, Tavba, jinni ekan-ku bu. Tavba qildim. O'zichi mana shu yerga oyog'im tortmagandi. Aferist. Lobar. To'xtang. Nima deysiz? Muhim gapim bor. Hozirgisi kammi? Nima deganingizni bilasizmi o'zi? Men bilmasam gapirmasdim. Eshiting. Keyin bilganingizni qilasiz. Xo'sh. Xotiningizni o'zini oldida ayta olmadim. Tushunmadim. Nima demoqchisiz? Xotiningiz sizdan bola ko'rishni istamayapti. Shuncha paytdan beri o'g'il ko'rmaganini sababi shu. Bo'lmagan gap. Ishonmasangiz, o'zingiz bilasiz.